A cup of coffee dedi. A cup deyince cup deyince piyal deyince. Coffee deyince kahve deyince. Coffee. 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 A cup of coffee. Bir stakan, bir piyola qahva. Cup of tea san bir piyola çay. Buldun. Bunun sözlükleri bir qarayıqlı sözlükler sözlükler bakın. Like deydi. Like deyince amroq, yaxshi ko'rmak, amroq, qilg'usi bor degandek. Hali ko'ngildagidek demak, ko'ngildagidek. Ma want deyince feel deydi. Bu like mi hem feel bo'ladi, hem ism bo'laoladi, hem boshqa qo'shimchilik ma'nosimi bor. Buni tek degan ma'nosi bor. Like. Miyadagi ma'nosi endi feel, ya'ni amroq, qilg'usi bor, etkisi bor degandek. Want deyince umid qilmoq, orzu qilmoq, o'ylaydigan, o'ylagan degandek. Boshqa yo'q. Qaraylik tekstga. Buningki ikki odamning dialogi kim bu? Kristina bilan Anninki. Dialogi kim? Boshlaymiz. Listen 47. A cup of coffee. Do you like coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? Meyada ma like çok feel ma'nosida ama do olsa do'ning keyin kelgan like nim bo'ldi. Feel bo'ladi. Are you like coffee deb so'ragan bo'lsa, u vaqtda yaxshi ko'raman, amroqmi degandek ma'noda. Do you like coffee? Qahva xohlamsiz deyapti. Qahva ichkimiz bormi? Yoki qahva xohlamsiz degandek-chi. Qahva ichkimiz bormi? Qahva xohlamsiz. Do you like coffee? Do you like coffee? Yani siz qahva ichamsiz, ichmoqchimi? Yes, I do. Ha, shunday. Qahva ichamsiz, qahva xohlamsiz deydi. Yes. Ha, I do. Men shunday qilmoqchi. Ya'ni I like demoqchi. I like. Yes, I like. Yes, I do. Do bilan so'ralganlarga yes deb javob bersam bo'ldi. Undan keyin feel'dan keyin ig'dan keyin do. Yana qaytlab bersam bo'ldi. Yes deb qo'ysam bo'ldi. Yes, I do. Yes, you do. Yes, she does. Yes, he does. Qahva xohlamsiz? Qahva ichmoqchimi? Na, men shunday qilmoqchi edim. Yes, I do. Do you want a cup? Do you want a cup? Dedi. Do you want a cup? Bir piyolami? Bir piyola xohlamsiz? Bir piyola orzu qilamsiz? Bir piyola ichmoqchimi deganda. One. Yes, please. Ma'qul, topilmay deganda. Kristina, buldu topilmaydi, esimga tushmaydi. Do you want any sugar? Shika xohlamsiz? Ya'ni shika xohlamsiz yoki shikani shika solamsiz degandek. Uyg'ur tilini qo'yib shika solamsiz deganda. Shika solamsiz deganda. Shika xohlamsiz tekmo bo'ldi endi. So'zni tarjima qilsak. Shika solmoqchimisiz yoki shika solamsiz? Do you want any sugar? Any sugar degan sanoqlarga qaraysiz. Any. Geldi. Savol jumlasi any shart. Agar savol jumla bo'lsa, mayda. Do you want any sugar? Shika solamsiz? Shikaga ehtiyojingiz bormi degan. Yes, please. Ha, beraman degan. Ha, beraman. Do you want any milk? Süt qo'yamsiz? Ya'ni süt qo'shamsiz degan. Do you want? Qo'shmoqchimisiz? Süt qo'shgangiz bormi? Do you want any milk? Qo'shgangiz bormi? Biroz qo'shgangiz bormi degan. No, thanks. No, thank you. Yo'q, rahmat. No, thank you. Yo'q, rahmat. I don't like. I don't like. Men yoqtirmayman. Amroq emas.
Yaxshi ko'rmayman yoki xohlamayman. Milk. I don't like milk in my coffee. Ya'ni men xohlamayman milk sutniki in my coffee. Meni qahvarimda bo'lishini. Ya'ni meni qahvarimdagi sutni xohlamayman demoqchi. Meni qahvarimda bo'lishini xohlamayman demoqchi. Qahvarimga sut qo'shishni xohlamayman. I like black coffee. I like black coffee. Coffee. I like black coffee. Yani black deganga qora bo'ldi maydonda. Qora. Yani qora qahva deganda men sap qahvani yani aşağıdakine ishni shakarni qo'shmagan, sutni qo'shmagan tabiiy oltin yaxshi ko'rmayman. I like black coffee. Yani qara qahva desam bo'ldi endi. Qahvani rengi asosiy qara mayda bo'lgan ekan. I like black coffee. Yani hech nima sanmagan qahvaga ma'qul. Black coffee. Do you like biscuit? Biscuits. Biscuits. Do you like biscuits? Biscuit degan nima? Ay to'qashdi, ay to'qashdi. Do you like biscuits? Ay to'qashdan qabul qilgan. Ay to'qash qalamsiz yani. Aytmoqchi, pechini qalamsiz. Pechini qalamsiz. Pechini qalamsiz. Pechini yeganingizmi? Yes, I do. Ha, qalayman. Yes, I do. Ha, qalayman. Do you want what? Siz bilan yeb qo'yamsiz? Biratal yeb qo'yamsiz yani. Do you want? Biratal qalamsiz. Biratal yeb qo'yamsiz. Yes, please. Bo'ldi. Rahmat deyin. Yes, please. Bo'ldi. Rahmat. Qopda shuni bilan bunda xato yo'q. Listen for this time. A cup of coffee. Do you want a cup? Oh yeah. Do you like coffee? Yes, I do. Do you want a cup? Yes, please. Christina. Christine. Do you want any sugar? Yes, please. Do you want any milk? No, thank you. I don't like milk in my coffee. I like black coffee. Do you like biscuits? Yes, I do. Yes, I like the person buluyorum. Yani aşağıdaki like mesela bu like mı? Yes, I like nasıl diyor? Nada o nime var? Do baca mıydı? Aldan katın bir katın tepki yok mu? Sen do you read book? He say yes, I read. Like I do. Like I read desem buluyor. Ya ben okuyalayım. Ben okuyayım. I read deyince ben okuyayım. Baştan içinde aslında. I read'ninki içinde yardım stil do baca aslında. Olmaz bir kadın soğuk vakti başka o düğlerden kip kalmaydı o. Sual almışlardan başkalarının hemmesi şu emniyet aşı cümlenin açıda bağ dep sana buldu endi. Maxsus sual almışları var o sual sual almışları emas. Sual so'ralgan what where deganlar. Emniyet ular jumlada kelmaydi o. Ammo boshqalari jumlada keladi degan. Emniyet jumlaning o'zida bor. Sen bir fe'llik jumlalar bor. Sen yerdan fe'lliklar bor degan. Do you read? Listen, I read the book. Okay? Men bu kitobni o'qiyolaman degan gap o'sha do bor. I readning aralig'ida do bor. I do read the book deb qiladi. Asl jumla bo'lganda ammo keyin ishlatishlardan va ingliz tilining yuzining oddiy chiqib qolgan. I like the symbol. Yes, I do. Yes, I like the symbol. Ammo bu yerdagi mau like او ism emas, feel bo'lishi kerak. Feel deb turib bo'lishi kerak. Çok bunu kelsak, exercise kelsak, bunun da bitim yetgan o. A cup deganni tushuntirib qo'ydi. A cup of coffee. Yani a cup degan asli to'liqsi a cup of coffee a cup chiqib qoldi deganlar. Do you want a cup? Yani boshda so'g'an emas niyada. Hmm,
Neydi? Do you like coffee dep soğan emasmi? Şoňa neydi? Ma do you want a cup of coffee degendiki of coffee çıkıp kaldy. Emniyeti ba demekçi dedim. Beşinci sözde soğan için şoň ba demekçi. Onun gene like bilen want feel over yes I do that job talep kıldım. Feel over. Yes I like coffee. Meýerde koýap durman. Aslı tuluk cümlesi bununki yes I like coffee. Degen bulatdy bunu açyp ma yerden şpil birinin çıkpagan. Black coffee black coffee degen meýerde koýap koşmagan. O bizim bu bizim koşman. Mesela white coffee dep koydum. White coffee diye süt koşsalyk kahvanın rengi özgürdi emas, akrak özgürdi. Yani ak bolap ketmedi o anda. Ak okşawarak gidiyor. Şoňa white coffee dep koyduk koşulgan. Do you want one? Do you want one? Do you want one actually? Do you want a biscuit? Do you want a biscuit? Okay. Any biscuit? Do you like biscuit? Yani one diyen ay biscuit diyen mümkün. Düşündürüptü 48 dakikäsi 48 dersin tamamlaştırdı 5 minut toxtun dersin. Do you like that? Do you want? Yani siz amarakmı? Siz kımmakçı mı etmekçi mi? Do you like egg? Sözü bir karıklı. Fish. Fish degen bilik aw fish emas kelme fresh. Fresh degende ýeňi degende ýeňi sapady degende. Sapady. Sap ýeňi. Häzir ýeňiden bazara çykan demekçi. Yani sap degen mänisinde bar ýeňi. Ýeňi alet degende. Egg degen tukum degende. Egg. Egg tukum. Butter. Butter degende batu da. Butter da. Butter. Butter degende nima? Nima. Terepýar degende. Terepýar. Pure. Pure degende sap degende. Sap. Pure honey degende. Sap esal degende. Honey bakemýär. Honey. Esal ne? Honey. Red. Red degende pişmak degende. Red. Pişkan. Pişmak degende. Banana degende. Banana. Jam degende meywe uyutmuş. Meywe suyu emasa meywe uyutmuş. Sweet degende tatlyk degende. Sweet tatlyk. Orange degende nima? Apelsin degende. Apelsin. Scotch whisky degende Şotlandiya whisky degende. Scotch whisky degende whisky degende. Scotch degende Şotlandiya. Choice degende choice. Tanlamak degende. Sen choice tanlamak. Bununla mesela I chose you. Men seni tanladım degende. My choice. Menin tanlaşım degende. Choice. Apple degende alma degende. Apple alma. Wine degende arak yani meyve arakını söyledi. Meyve arak. Wine. Beer degen mo harak bu lanın farkyny kandalykyny men tutmaýmyş o. Ma beer de Belirtigine pivo demek o pivo. bakanma. Beer degen aşy pivo boluşy mümkin. Piva, arak dep whisky dep bunu turdurun bagy kyrjak. Ma blackboard degende kartak degende. Yani dostun bildirdi. Dostun. Sen bu whiteboard dem ba, whiteboard dem çıkar. Hazırkı menen uyanıklı whiteboard yani Aýanly kalemler yazgan tahta ak reňde. Emma biz mekteplerin dostlukları asasen Windows'u Blackboard boldy. Blackboard. Emma hazırkı ýapmayan mekteplerde o nemin işletmeýdi bor işletmeýdi. Kalem işletdi. Şoňa asasen whiteboard yani ak tahtlar var. Ak dostluk var.
Ustoz, men poor degannikini nima dedilar ma'nosi? Pure. Pure? Pure deymiz, tap degan gap. Tap. Tap. Nasıl fishnikiga o'xshab ketamda? Yo'q, fresh degan gap yangi degan gap. Yangi. Yangi bozorga chiqqan. Ma bu pure degan gap tap degan gap. Masalan, Yaponiyada bir nimalarni sanasa, necha % deb qo'ymoqsa, shuncha % barcha ashnada. Yani shuncha % bor deb tushundim. Masalan, 100%, 99%lik, 100%lik deb qo'ygan, 100% ku yo'q-ku bu joyda bir nima. Bunda 99% sapesel deb qo'ydi-ku. Aslida pure honey de. Honey deymiz. Pure honey. Pure honey. Yani sapesel deymiz. Fresh honey desa bu yerda yangi asal desa bu yerda. Yangi asal, ya'ni shuningdek texe asallar chiqarib ketgan degan chiqib oldim degandekcha. Sapesel oldu. Bazarga ektirgan mevalarninki masalan o'zib shexadan attigan o'zdi shu zaman bir saqlatmaydi bozorga kirgan bo'lsa u fresh bo'ldi endi. Sen dengizdan ekilgan baliqlarni uzayotgan holatida ko'rib turib olgan bo'lsa shuni fresh bo'ldi endi. Tap yangi deganda. To'ngiltib qo'yilgan emas. Do you like eggs? Do you want eggs? Egg. Tuxumninki nimasi ko'plik asli qo'shsam bo'ldi. Eggs. Butter deydi. Butter deganninki bu taxtitining aytibmi? A bar of butter desan. Oldingi tilniqi bar of butter. Nima bottle? Mana nima? Mana pure honey deb qo'yib turman men. Pure desan bo'ladi. P U R pure desan. Pure honey. Yani tap asal. Banana. Mandato rape debdi. Rape degan nima ekan? Rape deganga pishqan demak. Rape bananas deb. Rape bananas pishqan bananlar demak. Banana deganga banan. Ammo as qo'shilsa bananlar bo'lgan. Mal Jam deganga nima? Uyutmasa. Meva uyutmasa. Bu meva suymasa, meva uyutmasa masalan uyutqichlarni qo'shib bunda yer to'ksin chizilib ketmaydi, do'qqida turadigan. Uyutma demak. Mana lekin oranges dedi. Sweet degan tatlı. Sweet oranges. Do you want sweet oranges? Do you want orange? Do you like orange? Deb aytma so'zlarni biliyordum. Onun kendi mayanda da ice cream da. Ice cream bunu ibn falan gibi bu. Scotch whiskey dedim. Scotch whiskey emas. Şotlandiya whiskeysi dedim. Manlikini. Wine o'xshaydi bu. Bisket degan bir tal, pechenning bir tilni ko'rsa bisket desa. Bisket so'z uchun pechenlar bo'ladi endi. Pechenlar. Ma beer manda bo'ldi o'xshaydi. Beer, pivo. Tamam, shuni keyin ismini qo'yaversan bo'laveradi. Do you like me desan bo'laveradi. Meni yaxshi ko'rasan. Do you want me? Meni xohlamsan. Degancha mana shu yuzda tanlangan almanami? Qaysi? Choice apple degan tanlangan alma degan. Tanlangan alma. Tanlagan almalar desan bo'laveradi. Tanlagan alma. Alımlar apple deb turgan. So'mush chekning o'rniga shu bo'sh qo'shik ko'pchikning o'rniga shu nimalarni ismlarni elaversan bo'laveradi. Do you like car? Do you want car? Do you want me? Do you like me? Do you like Ustoz,
Abay ma do you like coffee degende sana sizga bir qahva lazımmı deb keldi. Agar are you like deb kelgan bo'lsa yaxshi ko'ramsiz deb keldi deb aytdingiz. Mayada Xitoycha yaxshi ko'ramsiz deb kelgana. Do you like? Bu shunda apti. Ammo birisida feel bo'ldi, birisida nim bo'ldi. Manimda feel bo'ldi. Anında bu like'ninki hem feel hem isim hem yardımchilik ro'yxatchi. Qo'shimchilik qilmadi. Masalan, tek dedi hangisi? Same degan ma'nosi bor. Ha, tamam. Bilmem. Shu medik ma'nosi endi ayni xolimaq yani. Bu yerda feel yani. Masalan, do you like go to Istanbul? İnsanı sen İstanbul'a ketmek berishni amaraqmi demaymiz endi. Sen İstanbulga bormoqchimi deb tarjima qilgan. İstanbulga ketishni orzu qilamsan deganda. Do you want to go to Istanbul? Sen İstanbulga ketmoqchimi? Sen İstanbulga bormoqchimi deganda. Bag'ing bormi deganda. Writing exercise kaldık. Exercise'da bunda bu yerda. Complete the sentence using of, over, between, along, in front of, behind, under, ahoy, across. Diğerlerini işledik kendimiz. Of degan nang degan gap. Over degan gap tegishmagan usti degan gap. Tegishmagan. On degan gap tegishib turgan usti. Masalan, there is a book on the table deymiz. Bu yerda bo'lsa bir ustal bor. Ya'ni bir kitob bor. Neda? Ustalning ustida on the book, on the table. Ya'ni ustalning ustiga tegishib turadi. Ammo over degancha ustalning ustiga tegishib turmaydi. Between degan orasida degan gap. Between orasida. A nuqta bilan B nuqta. Masalan, Qashqar bilan Urumchining orasida, Aqsu bilan Ko'rinning orasida degandek. Along degan gap nima degan gap bu? Nima uqmaydi ekan. Programlar bosh qo'l ko'tarib javob beringlar. Qaysi ustoz? Men Along degani men deb ketgandim. Along bir nimalarida. Along dank deb o'qigan-ku, dank. Nima nurg'un degan sama ko'p. U degan a lot of degan. A lot of long. Ha, along degan. Along degan oldin qatim deb deganman. Daryoning bo'yini bo'ylab degan bo'ylabmish. Ha, to'g'ri. Along degan bo'ylab degan. Bo'ylash. In front of degan gap ning oldida degan. Ning oldida. Of bo'lmasa agar in front bo'lsa oldi bo'ladi. In front of bo'lsa ning oldida bo'ladi. Behind degan keyinda degan gap. Under degan gap ostida degan gap. Under ostida. Across degan gap kesib ketmagan gap bu. Shu ma'no birinchi qilsak, the airplane is flying. Birni o'ylaydi. Endi bizlarga the airplane is flying across the village. Qanalamiz bunaqa? Of nalamdoq, over nalamdoq, between nalamdoq, along nalamdoq, in front of, behind, under, across. Under degan nima qiladi? Yuzini ostida yutib ketgan. Yuzini kesib ketdi degan alamdoq. Over degan narsa. The airplane is flying over the village. Yani mashinaniki yuzininki ustini yutib ketgan gap. Kuchov bitib ketgan gap. Uchinchi qilsak, menda taqdirlarni yaxshi ko'rmancha, shu jibsallarni qilib ishlamaydi dedim. İzah işlavasan. The children are, bu balalar bo'lsa, swimming, yüzüvatadan. Bunu tekis chiqib qolgan bu. Across the river deb asan. Qolgan izah işlavasan, bana izah topshiriq ishlaydilar. To'qim mar mush of, over, between, along, in front of, behind, under, across deganlarni cho'qim ugunib yutanglar. O'sha vaqt ugunib turib bo'lsa, keyin yana boshqalar chiqadi, olmish ketadi. Bunu çok güzel şeyler. Onun yerine answer the question. Bir kısmı geldik. Bir kısmında da do you like eggs dedi. Şundan yaxshi ko'ramsan dedi. Yes, I do dedi. I like eggs, but I don't
want one dedim. Oy. Men amroq, ammo men lazım emas dedim. I don't like, I don't want. Yani men lazım qilmayman dedim. Do you like butter? Butter. Yani butter degan seriq yog'mi ekan? Seriq yog' dedim. Seriq yog'ni yaxshi ko'ramsan desa, yes, I do. I like butter, but I don't want any. Men xalmayman, birazini xalmayman. Yaxshi ko'raman, ammo xalmayman. Do you like honey? Do you like banana? Do you like the turtle? Yani aqağın canımında bu şekilde meşk kılasan. Çoxum meşk kılınlar, çünkü qancha meşk qilsanlar, lanlarni üzerine chiqarib olmasanlar keyin to'pni üzerine qurgandan keyin shunda so'rashib nima qilsangiz, do you like honey? Desa, javob bergandan yes, I do. I like honey, but I don't want any. Demakki, shunda javob berib ishlatib ovozini chiqarib ketgan bo'laverdi. U to'pni baka internetni yaxshi ishlatmasak, keyin internet nimaga ishlatgan, shularni men o'rganmay dars o'rgansam bo'lmadi deb uning savolini tortib qoldim. Bo'ldimsa qolganini savollarni so'rasam bo'ldi. Hozir men darsni to'xtatdim. 10 minut bor men turdi. Savollarni so'rasam bo'ldi. Qanday savollarni so'rasam bo'ldi? Tunga o'tgan dars munosabati savollar bo'lsin bo'laverdi. Izdiyor degan asosli shu izdiyordan ardiyor degandiku. Izdiyor ardiyor. Bundan boshqa bu deganimiz kan degan tushlik bilmagandik. Yani yerdan chiqqan. Uni keyin like la want degandik. Uni keyin navbatdagi over, between, along, in front of, behind, under, across deganlar bor. Ash to'g'ri so'zlanan bo'laverdi. Over degan usti degan bo'ldi ustoz, a? Over degan tegishib turgan usti. Tishku command over. Between deganni o'ttirdi. Odam mengayotgan bo'lsin over deymizmi? Over the grass debmi yoki? Over mengayotgan odamga shunday deb kelamda? Ha, liq bir nimada anda ishlatdik-ku. Mesela Over the road. 35 ders bu deyman. The man walking over the road. Over the road. To'g'ri yo'lda mengayotdi desak bo'ladi. The man is Walking over the road. Yo'l degani bunday deydi. Road da. road. Road. Over the road. To'g'rilamda ishlasak? Walking. Road. Yani yo'lda mengayotdi. Yoki boshqa narsa asaqim bo'ldi ko'rmasdan. Aslan. Bir narsani ustida mengayotdi deydi. Daraxtni asaq bo'lamda? Daraxtni ustida Climbing.
Daraxtni ustida Climbing. yamaşmak. Yağmış yola var. Ha, yamaşmak. Ha. Yağmış. Man is walking over the table. Joe'nun üstüde mamatıp desek. Between. Between degeni o'ttirsa degan gap qo. Between arası deyildi. Var. Emas. Sizin A nokta bilen B noktanın arası deyildi. Arası. Middle diye o'ttirisi deyildi. Middle. In the middle olsa qaq o'ttirisi olur. Qanday deysiz? Qaysi? Middle diye o'ttirisi deyin gap. Ha? In the middle olsa qaq o'ttirisi olur yani. Del o'ttirisi deyin. O'ttirisi da. Ha, şu. Oyun 50%, boyun 50% ile boğan. On the behind. Or under of. Across. Mesela körgün üstüne over degende de körgün üstüne mit men gitpagan bolsa. Hı. Sen ular körgün üstüne men gitpardo. Diyema o degende mesela they are walk diye mammak ko. Ha. Walking over the bridge desem bridge. Yani bridge diyen körük ko. Ha. Over diyen körgün üstüne yani eğer çoğan bolsa şu vaqtda jim çoğan bolsa onu over demeymiz. Mağınsı bir pütkürlep, bir pütdesilip, bir çıkıp desilga çıkmaydı o hem de. Eğer jim turup qalsa they are Over deyim. stayed on the bridge desek olamda? Doğru. Stand. Stand. Stay desek turmaklı. Stand deyince turuş deyim. Stay. Stand. Stand. Stand on the bridge. Körgün stay durdu. Across den kisip ötüş deyen gap qolsa da? Gitmek yani. Across. Bu qandaq yerlarga ishlatilmaysizlar? Sudan o'tgan Yılını kesip ötmek, deryanı kesip ötmek, cımlıkını kesip ötmek. Ay, yol yok edin, mansanız kesip ötken bulsunuz. Sen çınlıqtılıqda yol, çınlıq oturus yol tutsa, siz manda qısqı o dep büyset mağdığalı var mı? Ha, şuna. Baş vaqt across deymiz. Yani yol yok yerden kesip ötep ketken bolsanız, deryananlıqı soğuçu o qaştan bu qaş üzüp etken bolsa onu across deymiz. Eğer körükler ötken bolsa across demeymiz yani. Sen yollanmalıqı piyadlar ötüş yolu belki başka yer olsun emas across diyorsanız buluyoruz. Ma right next exercise B'de examples'ta astidikini o'qiyamadim ya. Do you like eggs debki? Yes, I do. I like eggs, but I don't want one man. Eggs also one wool then. Any eggs Kaysın is. Being sure. Example like eggs? Yes, I do. I like eggs, but I don't want one dedi. One deyince. Men yaxshi ko'raman, lekin birisi lazım emasmi? Hiç qasda lazım emas degan, lazım emas deymiz. Yani birisini lazım emas degan o'rniga lazım emas desak. Lazım qilmayman. Hozir uni xohlamayman. Hozir bir tal xohlamayman degandek-chi. Birisi mi lazım emas? Lazım, tamam. Anyone deb ma'sum bo'lamdi ya? Anyone degan herhangi birisi degan. Masalan, burmuchning ichida birisi degan. Oq tuxum, qizil tuxumlar kelib qolsa, masalan, tuxum. Tuxum kelsa anyone degan. Mesela sınıfta burmuch odamlar bo'lsa, bulardan qaysini tajribaga chiqsin desa, anyone deb qo'yadi. Someone anyone. Xohlagan birisi degan. Xohlagan birisi. Ashlar nurg'unlarning ichidagi birisi degan. Anyone kelgan vaqtda.
Başka sual yok ustaz, Allah razı olsun. Bunda ise işimiz kalkışıyoruz yani. İşimiz kalk. Bakın bunda ise inşallah kamanı. Bağlı Allah emanet.